Bugünkü ders köpünçe yaşlar şikayet kılıvatkan, bizni emel ibadette suslaştırıvatkan, iman itqatda acizlaştırıvatkan bir işninki yıldızını tapımız. Mesela bizni yaşlanmada şikayet kıldı. Biz bir işnin toğırlıqını bilimiz. Namazını vaxtida o'qishninki, etdigende masjidga chiqishninki va undan boshqa nurg'unlagan ishlarning to'g'ri ekanligini bilamiz, lekin qilolmaymiz. Shundaqla nurg'unlagan ishlarning xato ekanligini bilamiz, lekin uningdan yanolmayotimiz deydi. Buning bir sababi bor. Balkim ko'pincha bu masalaga duch kelaylik. Mening hozir ma ustalni kutagim bor, lekin kütürenmesem bu nimeni bildiradi? Mening kuchsizlashib qolganligimni, kuchimninki yetmaganligini bildiradi. Unda bo'lsa, mening bu ustalni ko'tarishim uchun kuch erishim lozim, kuchlanishim lozim. Dal shuningga o'xshash biz ba'zi ishlarning xato ekanligini bilamiz, ba'zi ishlarning to'g'ri ekanligini bilamiz. Shunda turib xato ishlardan o'zimizningki yanolmasligi, to'g'ri ishlarni o'zimizning qilolmasligi bizni u ishlarga ittirgan va cheklagan iymonninki ojizlashib qolganligini bildiradi. Bu masalani o'nglash uchun iymonimizni kuchlantirishimiz lozim. Bu bizning iymonimiz nima uchun ojizlashib qoladi? Nima uchun kuchsizlashib qoladi? Odatda biz nima uchun kuchsizlashib qolamiz? Bu shekilde bo'libmi? Bizga bir kasal tegsa yoki virus tegsa, qo'limiz jon qolmaydi. Mavzu qolmaydi. Shundaqo. Dal shuningga o'xshash ba'zi bir kasallar bor. Bu kasal bizning iymonimizga tekkan vaqtida bizning iymonimiz kuchsizlashadi, ojizlashadi. Bugungi kunda xuddi Covidga o'xshash iymoniy jihatda, ma'naviy hayotda taqgan eng chong kasallikdan ikkisi bor. Biz bugun bu kasallikni tunishimiz va undan qutulishga tirishimiz. Asli hayron qilishga, o'yinlashga, tafakkur qilishga tegishlik masalalarni normal ish deb qarash. Ya'ni kunib qilish, odatlik ish deb qarash. Amaliyotda hayron qoldigan ish, o'ylantiradigan ish. Ish qanday vaqtida odamni hayron qoldiradigan holati yo'qolib ketadi. Masalan deylik hozir. Bugun bir odam osmonda uchsa, hammamiz bunga hayron qolamdi, qolmamdi. Hammamiz hayron qolamiz. Hatto bu dunyo Guinness rekordiga kirishi mumkin. Chunki bir odamningki osmonda uchishi hayron qolarlik ish. Ammo hamma odam osmonda uchsa, ilgirdan tortib uchib kelgan bo'lsa insonlar hayron qolamdi, qolmamdi. Amaliyotda bu odamning uchishi hayron qoldigan ishdi o. Nima uchun hayron qolmadi? Bu ko'p bo'lganlik uchun. Ya'ni bir ish ko'p bo'lsa, uning qolgan hayron tugaydi. Biz dal mushu hayronning tugishini virus deb ataymiz. Asli aqlli inson meyli ko'p bo'lib ketsin, hayron qilishi tugamaslik kerak. Masalan, mana hozir suhbat kelgan har bir balga 100 liradan mukofot taqatsam, xo'shizlar shundaqo. Ammo burundan tortib taqib kelgan bo'lsam, 5 yil, 10 yil har kuni 100 lira taqatgan bo'lsam, xo'shmaysizlar uni. Har hafta taqitdi deb aytishdi. Demak, har vaqt bo'lsa bir insonning xushalik qanday qilib ketadi? Yo'qolib ketadi. Lekin bizning bugun o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz u kishilarga o'xshash yo'qolib ketmaslik, hayron qoldirishga hayron qilish. Masalan, bu insonning tabiatida bo'ladi. Yangi bir telefon olib qolsanglar, nihoyat xushal bo'lsa, 2-3 kun uxlamay uning uchun haberishib chiqsizlar. Pulini tutqizmaysizlar, hech kimga bermaysizlar. Ammo tövbacha o'tgandan keyin tashlab qo'ysizlar. Bu tunji qatim nihoyat xush bo'lgantinglar u. Ammo vaqt o'tgan sari insonda ana shu virus keladi, hayron qoldirishga hayron qolmaydigan, shunda qalash ekan. Asli bu hayron qoldirishga hayron qilish, tafakkurga yetaklaydigan ish tafakkur qilish bu bizning iymonimizni kuchlantiradigan bir yo'l asli. Masalan, 10 necha yillar ilgari Urumchida Allohning mo'jizalari deb disk taqilgan. Balkim cho'nglar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bir diskning ichida Alloh deb ho'kirgan she'r. Shundami? Bismillah degan bulbul. Shundaqla ichidan Alloh deb yozilgan sho'xli chiqadigan. Uni ko'rib biz, "Voy Allohning mo'jizasi ekan, Alloh barkan" deb hayron qolardik. Shundaqo. Amaliyotda bizningki Allohning mo'jizasi ekan deyish uchun u narsalarga faqat hojat yo'q. Atrofimizda shu darajada ko'p mo'jizalar borki, u mo'jizaning ko'p ekanligidan bizning ko'zimiz u mo'jizalarni ko'rmayapti. Biz aytdim degan, bir narsa ko'p bo'lgan vaqtda biz uning hayron qolganligini ko'rmaymiz degan. Xuddi hozir bu yerda chiroq yanig'ilib, birsi-birimizni ko'ryapmiz shundaqo. Agar bu yerning chiroqning yorug'ligini 100 ming hassa ko'tarsak-chi hozir, 1 million hassa ko'tarsak-chi, ko'ramiz, ko'rmaymizlar? Ko'rmaysizlar. Nima uchun? Yorug'lik favqulodda yuqori bo'lganligi uchun ko'zimizni chiqib ko'rmaymiz. Masalan, quyosh qarasak ko'rmaymiz. Kechida mashinaning chirog'ini ko'zimizga yoqsa ko'rmaymiz. Dal shuningga o'xshash Allohningki mo'jizasi atrofimizda favqulodda ko'p bo'lganligi uchun biz Allohning u mo'jizalarini ko'rmayapmiz. Shunga Alloh taolo ba'zida u mo'jizalarni tusab qo'yish orqali, kesib qo'yish orqali bizga Alloh taolo mo'jizani ko'rsatdi. Masalan, 20 ming wattlik chiroqni hozir yuzinglarga tutsam, yorug'likning qattiqligidan ko'rmaysizlar. Qo'linglarni bunda tusib olgandan keyin ko'ramiz shundaqo. Dal shuningga o'xshash Allohning mo'jizasi, Allohning bu koinotda bizda tajalli qilgan asmo va sifatlari ba'zida vaqtli to'xtash orqali bizga ko'rsatdi. Alloh taolo o'zininki ism sifatini va mo'jizasini. Masalan deylik, asli bir odamningki hayotda turishining o'zi
bir mo'jiza. Lekin hozir biz bu normal ishlab qaraymiz. Evet, o'ylab baqadigan bo'lsak, bir odamning hayot turishi uchun qancha sabab ketadi? 100 ming, 1 million sabab ketadi. Chunki bizning hayot turishimiz uchun havo bo'lishi kerak, bizning hayot turishimiz uchun suv bo'lishi kerak, bizning hayot turishimiz uchun quyosh bo'lishi kerak, bizning hayot turishimiz uchun badandagi butun a'zolar normal harakat qilishi kerak. Buning o'zi bir asli mo'jiza emasmi? Mo'jiza. Lekin hamma insonlar davomli hayotda turg'achqa biz u mo'jizani ko'rolmaymiz. Ya'ni mo'jizaning ko'pligidan, qattiqligidan. Xuddi hamma odam osmonda uçsa, hech kim hayron qolmaganga o'xshash, hamma odam hayron qoladigan ishlar bo'lsa-mu insonning badanida buni ko'rolmaymiz. Ammo shunda kasal bo'lgandan keyin Allohningki shifoliq berguchi degan bir sifatini ko'ramiz. Odam asli kasal bo'lib qoldi ekan. Demak, inson doim ma'lum vitaminga, ma'lum oqsilga, nurg'unligan ilminotlarga ehtiyojli ekan. Inson kasal bo'lgan vaqtida buni his qiladi. Masalan, qon tekshirsak, badaningizga tumor moddasi asli bir tegishli mancha, hozir mancha deb hammasi tafsiri chiqadi. Ammo qaysi birimiz menga bir kunimga manchalik vitamin ketadi, manchalik oqsil ketadi deb bir narsalarni ashunday jinglab yeymiz? Hech qaysimiz unda qolmaymiz. Kim tanishaydi badanimizdagi o ilminotlarni? Alloh tanishaydi. Bu mo'jiza har bir insonda davom bo'lganligi uchun biz o mo'jizalarni ko'rolmaymiz. Faqat va faqat Alloh taolo bizga kasal qilib qo'yish orqali, ya'ni badanimizdagi o ilminotlarni azroq igizpas qilish orqali o'zininki mo'jizasini ko'rsin. Asli bir insonningki tug'ilishi bir mo'jiza. Hayron qilishga tegishli ish bu. Lekin bu ish hozir nimaga aylandi? Hayron qolmaymiz. Chunki har bir inson tug'ilganligi uchun amaliyotda bu bir sudin, aqlli, shuurli. Bunda inson qanday maydonga keladi? Bu o'yinishga tegishli masala. Bizni onamiz tuqqan bilan asla va asla bizni onamiz yaratmadi. Ne qarab bilamiz bizni onamizni yaratmaganligini? Biz ota-onamizga bir parcha qog'ozdan qalam bir paqili, siz meni dunyoga keltiribsiz, mening rasmimni bir sizib beqing, deb beqinglar, sizlarni o'qitib sizalam degan. Bizning rasmimizni sizamagan ota-onamiz bizni yaratishi mumkinmi? Asla mumkin emas. Asli bir bola tug'ilishning o'zimi bir mo'jiza. Tug'ilgandan keyin ona sutining paydo bo'lishi, ya'ni uning yemikining hozir bo'lishi, uning har bir asli nima? Mo'jiza. Lekin bu mo'jizaning ko'pligidan, favqulodda jiqligidan ko'zimiz normallashib qoldi. Ya'ni ko'zimiz uning keyindagi haqiqatlarni ko'rolmadi. Qur'on Karim mushu bizning ko'zimizdan Allohning mo'jizasini tuzab qo'ygan pardani yirtishga nihoyat ahamiyat bergan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh taolo tuandagi nazil qilgan afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat. Ular tugiga qarab baqmamdi, tugi qanday yaratildi deydi. O'ylab baqala tugi qanday yaratildi. Ustida deposi bor. Bu deposi qashvagan narsa bilan bir oyga yaqin yo'l yura oladi. Qapini qilin, qumga petib ketmaydigan shaklda. Shundaqla uning badan terisi boshqa hayvonlarnikidan qilin, issiqligi yuqorisi 50 gradus, 0.4 50 gradus qadar bardosh qilib oladigan kuchga ega. Endi bu tugi nerede yaşaydı? Qumluqda yaşaydı. Demak, tugini yaratgan zat uning qumluqda yaşaydiganligini biladigan zat. Agar bir mushukka tugiga o'xshash depodan birini chiqarib qo'ygan bo'lsa, tugiga o'xshash tikanlarni yeydigan qalpiqning ustini pichiyotgan bo'lsa, tugiga o'xshash tapallari qilin bo'lib qolsa, qarasak bu bir hikmatsiz ish bo'ladi. Shundaqo? Chunki bundan narsaga ehtiyoj yo'q mushukninki. U bir oylik ochliqini qochirib olishga ehtiyoj yo'q. Bu ahvollarning hammasi nimada yuz berganlik tugida. Nima uchun? Tugi dal oshunda yashaydiganlik uchun. Xo'sh, unda bo'lsa, tugini kim yaratdi? Qumluqni kim yaratgan bo'lsa, tugining nerede yaşaydiganligini biladigan Alloh yaratdi deymiz. Tugining o'zin bir mo'jiza ekan emasmikan? Ajoyib bir mo'jiza. Endi biz atrofimizga narsa qarab baqali. Masalan, hasal deymiz. Nimadan chiqadi? Zaharlik hasharatdan chiqadi. O'ylab baqinglar, tamlik, shifoliq narsa zaharlik hasharatdan chiqadi. Alloh taolo bu hasalni zaharlik hasharatga emas, zahar yo'q hasharatga qo'yishga qodir emasmi? Nima uchun Alloh taolo bu shifoliq hasalni zaharlik hasharatga qo'ydi? Ey bandam, hasalni heridan sanama. U faqat men avatgan hasalni tushug'uchi, buni iniq deb o'zininki ismini tajalli qilish uchun zid holatda zaharlik narsaning ichiga shifoliq hasalni qo'ydi. Xuddi biz o'quvchilarning xatni ochiq o'qish uchun qardoskiga oq bordan xat yozamiz. Butunlay zid holda. Nimishqa? Xatni ochiq o'qisin deb. Alloh taolami mening ism va sifatlarimni ochiq ko'rsin va insonlar ko'zini ochib deb shifoliq tamlik hasalni zaharlik hening ichiga tiqib qo'ydi. Dal zid yiqimi kelib qolmasin. Chunki inson qanday qiladi? Davomli yiqin narsalarni shunga nisbat beradi. Ya'ni bizmi har vaqt hasaliga vaqtida, yo'q, bu hasal heridan emas, Allohdan keldi deb mushu niyat bilan, mushu ishonch bilan bo'lgan vaqtida biz mo'jizani ko'rgan bo'lamiz. Ammo heridan chiqdi deb qaragan vaqtimizda Allohning bu mo'jizasini ko'rolmaymiz. Unda boshqa yana bir tarafni o'ylab baqsak, bu hasal degan shifoliq narsa, bizning badanlarimizga shifoliq bir narsa. Endi bu bizning badanimizga shifoliq narsani heridan chiqdi desak, heri bizning badanimizga nimaning shifoliq ekanligini bilish kerak. Masalan, hozir biz kasallab qoldik, bizning bir doriga ehtiyojimiz bor. Doktorxonaga bordik. Doktor bizni hech qanday gap anglamay, badanimizning nimaning ehtiyoj ekanligini bilmay dorini berdi. Ma dori sizga shifoliq deb. Qaysini ichsizlar? Hech qaysimiz ichmaymiz. Doktor oldilar mening gapimni bir anglang, meni bir tekshiring, men nimaning foyda qilganligini bir biling, ondan keyin dori bering deymiz. Shundaqo? Demak, doktorning bizga shifoliq dori berishi uchun bizga nimaning ehtiyoj ekanligini bilish kerak. Xo'sh, endi u bizning badanimizga shifoliq bo'lgan hasalni berib bergan bo'lsa, heri bizning badanimizga nimaning shifoliq ekanligini bilishi kerak. Bizning mashinamizning ichiga kiyib olsa, derazni ichib olsa, derazni chiqdimi, u yerga
bu yerga üspiygen, bu aqlsiz hera bizga shifoliq narsani berishi mumkinmi? Demak, hasal nereden emas? Heridan emas. Unda bo'lsa, biz hasalni Allohdan deb bilishimiz kerak. Har bo'lsa bir perde. Xuddi aynak orqali boshqasining simasini ko'rsatgandek, yer orqali Alloh taolo o'zininki shifoliq berguchi degan sifatini bizga ko'rsatyapti. Ey bandam, ma zaharlik narsadan hargiz sanab qolma hasalni. Chunki bu aqlsiz, irodasiz, shuursiz bir narsa. Sening badaniga kirgan shifoliq bir narsa. Bu orqali meni mening bu ism sifatimni o'qi deb ana shunday bizning badanimizga shifoliq narsani ko'ryapti. Demak, biz asli bu xil tafakkurimizni qoplab olgan bu normal sanash yirtilgan vaqtida biz iymonimizni kuchlantira olamiz. Agar bu yirtilmasa, biz davomli sabab kilam taqilamiz. Hasandan chiqdi, heridan chiqdi. O mevjunlardan chiqdi, daraxtdan chiqdi. Mushu narsalarga ham qaraymiz. Biz asli sabab bo'lgan Allohni bu vaqtda ko'rolmaymiz. U vaqtda bizda Allohga shukr qilish degan bir narsa bo'lmaydi. Chunki biz hasanni heridan ko'rdik, mevjuni daraxtdan ko'rdik. Shunga bu tafakkurimizni uyg'otishimiz kerak. Atrofimizda Allohning mo'jizasini, Allohning qudratini ko'rgili bo'lmaydigan hech narsa yo'q. Masalan, bir banan desak, bananning rangi bor. Shundaqmi? Sarg'osh, tuproqda rangi bormi? Daraxtda rangi bormi? Yo'q. Endi bananning o'xil rangda bo'lishi uchun bananning bir rang tanlash deydigan bir irodasi bo'lishi kerak. Rangni ko'radigan ko'zi bo'lishi kerak. U banan chiqargan daraxtninki. Shundaqla bananning ta'mi bor. Ig'zimizning aytimizlik shundaqmi? Boshqa mevlarning ta'mi bor. O ta'mni bilish uchun tili bo'lishi kerak. Masalan, biz virus yo'qqa vaqtida tamsirozligimiz yo'qolib ketdi. Tamsirozligimiz yo'qolib ketgan bir odam tamoq qassa, ya tuzsiz etib qo'ydi, ya tuzli etib qo'ydi. Ya'ni tamsiz etadi. O tamlik etishi uchun uning tam sezgusi bo'lishi kerak. Shundaqla shu tamni tatiydigan tili bo'lishi kerak. Xo'sh, bananning mizilik bo'lishi uchun u banan chiqqan daraxtning tili bo'lishi kerak, tuproqning tili bo'lishi kerak. Bormi? Unda bo'lsa, bo'lmaydi ekan. Banan daraxtdan emas. Banan kimdan? Allohdan. O banan daraxti faqat Allohning bizga bananni sungan rahmat shexi. Tushundingizmi? Shunga biz davomli dunyoda sababparast bo'lib qolishni saqlashimiz kerak. Pul topdim, nima uchun? Do'kon ochganligim uchun. Farzand yuzi ko'rdim, nima uchun? To'y qilganligim uchun. Agar bir odam do'kon ochganlik uchun yoki tijorat qilganlik uchun pul topolsa, hammadan topsolmamdi. Agar bir odam tijorat qilganlik uchun ham pul topolsa, ziyon tortmasi bo'lmamdi. Agar hamma odam ziyon tortmagan bo'lsa, u vaqtda biz pulni, rizqni Allohning berganligini texmi ko'rmaydi. Alloh taolo ba'zi kishilarni ziyon tortqish orqali shuni his qildirmoqchi. Ey bandam, rizqni sana men beryapman. Sen ilgirigidek tirishsangmi, hatto burunqidan bakroq tirishsangmi, ba'zi ziyon tortganliging men sana rizq berguchi ekanligimni tunutmoqchi deb buni bildirmoqchi. Demak, biz sababga har vaqt sabab nazardan qarashimiz kerakki, asli bir rizq berguchi, asli ishlarni vujudga keltirguchi Allohni u sababning keyinda ko'ralishimiz kerak. Masalan, ba'zilar deydi, farzand yuzi ko'rdim, nima uchun? To'y qilganligim uchun. Ya Alloh berdi. To'y qilganlik uchun farzand yuzi ko'rib g'ashlab qolsa, tug'mas kishilarning farzand yuzi ko'rish kerak-ku. Alloh taolo nima uchun tug'mas qo'ydi shularni? Bandam, ana shundoq tug'mas kishilarim bor. Xohlasang sana bermaydim. Farzand berish mening ishim. Sen bir sabab, sen bir perda deb buni ko'rsatish uchun ba'zi kishilarni tug'mas qo'ydi. Rizqni men berdim deb uni bildirish uchun ba'zi kishilarni ziyon tortqizib qo'ydi. Biz mushu perdadan halqayanmasa, Allohninki ismlarini ko'rolmaymiz, Allohni tuniyanmaymiz. Ya'ni ma'rifatulloh, Allohni tunish degan bu yakilanmaymiz. Biz Allohni tuniyanmagan vaqtimizda Allohdan kelgan buyruqlar bizga egri keladi. Allohning cheklimlari bizga egri keladi. Demişqa, biz tunimagan bir odamni buyruqini qanday ijro qila olamiz? Biz Allohni qancha cho'ng tunigan sari, Allohning buyukligiga bo'lgan tushunchamiz qancha cho'ng qo'rlashgan sari, Allohning buyruqlari bizga shuncha yenik keladi. Masalan, akisi ishqa bursa unimagan bola, dadasi ishqa bursa unaydi. Nima uchun? Dadasini cho'ng deb bilganlik uchun. Demak, bizning tunishimiz qancha cho'ng bo'lsa, bizga Allohning buyruqi shuncha yengil bilinadi. Allohni tunishni qanday qilishimiz kerak? Sababparastlikni saqlashimiz kerak. Yuz bergan ishlarning hammasininki oddiy bir sabab, uning kendi bir iloh borligini bilishimiz kerak. Ba'zi kishilar sut haqida maqola yozib, unda doktorlik oladi. Ya'ni sutki bizning badanimizga bo'lgan foydali ilminatlar, sutning ahamiyati haqida maqola yozib. Bir odam sut haqida maqola yozib doktorlik oladi ekan, unda bo'lsa biz kalaga professorlik unvoni berishimiz kerak. Chunki kaladan chiqqan sutni tadqiq qilib, bir odam doktorlik unvoni olsa, o'sha sutni keltirgan kalaga professorlik unvoni bersak bo'lar. Agar sut kaladan kelgan bo'lsa, demak, sut kaladan keldi deb, u sutning kendiki ilohiy qudratni ko'rmagan kishilar kalni professor deyish kerak. Kalini bizning badanimizni biladigan doktor deyish kerak. Kala bilmaydi. Demak, u kala bir perda. Ya'ni kelib sut nereden chiqadi? Qon bilan yerining orasidan chiqadi. Sut degan qanday narsa? Ajoyib pok narsa. Biz sog'lom, pokiz balni deb ataymiz. Sutdek bala ma'vo deymiz. Ham gunohsiz odamni sutdek gunohsiz ma'vo deymiz. Nima uchun? Sut shu qadar pok bo'lganligi uchun. Ammo mushunda pok narsa nereden chiqadi? Qon bilan yering orasidan chiqadi. Bu yerdan bir zidlikni ko'rdinglarmi? Zidlik bormi? Pok narsa yering bilan qonning orasidan chiqadi. Pokiz narsa. Xuddi qar do'stiga
oq borda xat yozganga o'xshash, ey bandam, o süt mendin. Buni uchuq-ku qon yiring orasidan o pak narsaning chiqishi sütni mening yaratganligimni ko'rsatgan bir alomat degandan iborat bir ilohiy uchurni bundan ola olamiz. Masalan, Qur'on Karimda Badr urushida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning voqealigiga munda bir oyatni tushirgan. Badr urushida musulmonlar g'alaba qildi. Alloh taolo yordam berdi bu urushda. Qanday yordam berdi? Alloh taolo farishtalarni tushirib yordam berdi. Shundaqla bu urushda mushriklar shundaq dahshat kelgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yerdan to'pini oldi, shunda chashdi. Bu yerda bir chang tuzan ko'tarildi. Shuning bilan musulmonlar hujum qilib, nurg'un kishilarni o'ldirib musulmonlar g'alaba qildi. Badr urushi oxirlashdi. Sahobalar yig'ilib o'ltirib, urush haqida paranglashga boshladi. Birisi anda o'ltadim dedi, birisi munda o'ltadim deb o'zining to'pisi haqida paranglashga boshladi. Shundaqla ba'zi sahobalar Rasululloh shundaq bir to'p chashdiki, kofirlar ko'zni ocholmay qilib mag'lub bo'ldi dedi. Sahobalar bu yerda g'albaninki natijasini nimaga berdi? Sababga berdi. Dal mushunga qarshi oyat tushdi. Sababga bog'lanmaslik, har ishning Alloh taolo tarafidan kelganligi haqida oyat tushirib, "Falam taqtuluhum, walakinnalloha qatalahum." O mushriklarni sizlar o'ltirmadinglar, Alloh o'ldirdi. Qilishni o'g'ni kim? Sahobalar. To'pini chashqini kim? Rasululloh. Muborak Rasulullohning quli bilan bo'lgan taqdirdami biz sababga markazlasha olishimiz to'g'ri emas. To'pini Rasululloh chashqan bilan u mushriklarni o'ldirgani kim? Alloh. Qilishni sizlar urgan bilan u qilishni mushriklarni o'ldirishga muyassar qilgani kim? Alloh. Alloh taolo bu oyatni keyinda "Va ma ramayta iz ramayta walakinnalloha rama." Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bevosita xitob qilib, "Ey Muhammad, o to'pini sen atmading" dedi. Ajoyib bir oyat bu. To'pini kim atgan? Rasululloh atgan. Ammo Allah sen atmading dedi. Bu nimani bildiradi? Rasulullohning to'pi etishi uchun qancha sabab ketadi? 100 minglar sabab ketadi. Nimishqa? Rasulullohning to'pi etishi uchun Rasulullohda kuch bo'lishi kerak. Rasululloh nafaslanishi kerak, havo bo'lishi kerak, tuproq bo'lishi kerak. Shu narsalarni yana kim yaratdi? Alloh yaratdi. Demak, uni sabab nuqtasidan Rasululloh atgan bilan natija nuqtasidan kim atdi? Alloh atdi. Acayip bir oyunluk deyiş kerak. Adam ba'zida unda pul tepib etdim, bunda pul tepib etdim deb inson mana bu shundaq shirkka tushadi. Asli bu bir shirk. Bir insonninki sabab bilan bog'lanishi bu shirk bu. O'ylab boqinglar. Rasululloh atdi deb sahobalar deyishgan vaqtda "Umar ramayta edramayta walakinalloh rama." Sen atmading, Alloh atdi. Bizning butun yaxshilarni qilishdimi, uni Alloh qildi deymiz. Faqat biz sabab. Masalan deylik, namoz o'qish uchun qancha sabab ketadi? 100 minglar sabab ketadi. Meni uyutirib olishim kerak, nafaslanishim kerak, badanimning hammasi sog' bo'lishi kerak. Unda bo'lsa o'qigan namozimizdami bizning peyimiz bak az. Hatta sababga chuqunganlardimi? Bir olmani daraxtdan chiqdi. O daraxt degan olma chiqmay, meva chiqmay, mashina chiqsalamdi deganlardimi? Olmaning daraxti bo'lishi uchun bir daraxtning bo'lishi yetmaydi. Nima bo'lish kerak? Oksigen bo'lish kerak, suv bo'lish kerak. O daraxtningmi olmaning bo'lishida payback az. Shundaqla agar daraxtdan olma emas, bir tikuchar chiqqan bo'lsa yoki iPhone 14 chiqqan bo'lsa, bu daraxtdan olma chiqqanchilikmi mo'jiz bo'lmaydi. Nima uchun? Telefonni, tikucharni odam yasay oladi desam mamdo. Yasay oladi. Mo'jiz degan nima degan gap? Kishilarni ojiz qoldiradigan, kishilar qilolmaydigan ish degan gap. Daraxtdan tikuchar chiqsa, bu mo'jiza. U mo'jiza emas u. Chunki inson qila oladi. Ammo daraxtdan bir olma chiqdi. Zavod, u laboratoriyani qurib, bir daraxtdan chiqqan, u olmani yasay olmaydi. Demak, inson ojiz qoldimi? Ojiz qoldi. Mana bu ojiz qolgan narsani biz nima deymiz? Mo'jiza deymiz. Demak, biz Allohni sabablarning oldiga chiqishimiz kerakki, u sabab biz qilgan yaxshilar bo'lsin, Allohning ismlarini ko'rsatishda bo'lsin, nayt oddiy bir narsa. Bu dunyodagi biz erishgan rizqlar, insonlarning tug'ilishi shu darajada ko'pki, Allohni ko'rsatadigan mo'jizalar, boy deganda kuchli chiroqni tutsak ko'zni ochib ko'rmaganda, ko'zimizga bu mo'jizalar shunda darajada kuchli kelganligi uchun biz u mo'jizalarni ko'rmayapmiz. Mana biz shu mo'jizani ko'rish uchun kunib qilish, odatlanib qilish, normal sanash bu virusni yo'qotishimiz kerak. Bu virusni yo'qotishninki birinchi usuli qaysi? Tafakkur. Tafakkur buni yirtadi. Mutafakkur degan gap ana shu ko'z oldidagi pardani yirtquchi, o'ylang'uchi degan gap. Biz ana shu pardani yirtgan vaqtimizda ondan keyin o'zimizning iymonini kuchlantira olamiz, Allohni har yerda ko'ra olamiz, o'zimizning ojizligini his qilamiz. Bu vaqtda har vaqt o'zimizning muhtoj ekanligini ko'ramiz. Har vaqt Allohga muhtoj ekanligini ko'rgan insonga Allohningki buyruqlari ig'riqlamdi u. Kamil. O'ylanmaslik, normal deb sanash kesili. Buni yo'qotadigan omil nima? Tafakkur. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda nurg'ul g'oyada tafakkur qilmamsizlar, aqlinglarni ishlatmamsizlar deb buningga buyurdi. Buningga buyurishning sababi sizlar Allohga bo'lgan tunishni, iymonimizni kuchlantirish uchun. Alloh taolo hammamizni ko'zi uchiq turib ko'rmaydigan bunday kishilardan qilmasin. Alloh taolo Qur'on Karimda bir-birli kishilarni sifatlaydi. Ularning ko'zi bor, ko'rmaydi, qo'li bor, anglamaydi. Bu qanday kishilar? O'ylanmaydigan kishi. Ya'ni ular ko'zi bor, ustini ko'radi, lekin ustining keyindagi ilohiy qudratni ko'rmaydi. Mevchularni ko'radi, mevchuning keyindagi ilohiy qudratni ko'rmaydi. Ko'zi olgan bilan ko'radi ular. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Haqiqiy amallik ko'zning amalligi emas, qalbning amalligi. U amallik qaysi? Shunda uchuq mo'jiza tursimi, uni ko'rmaslik. Alloh taolo bizni bu xil amallikdan saqlasin. Alloh taolo hammamizning aql pardasini ochib etsin. U sababga cho'qinadigan,
Sebepki bağlanğan bundaq sebepni şirik halıga keltirip alğan kişilerning qatarından qılmasın. Bizgi bəginimi Allah, ağınımı Allah, sözletkizgini Allah, mang'uzgini Allah, bizning bütün hayatimizni kontrol qilayotgani, biz o'tirg'izayotgani Allah. Buningga bizni shukr qilg'ili nasib bo'lsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.